Assalomu alaykum. Mana endi hozir ikkinchi etajni ham qo'yib ko'rdim. Joyiga tushdi. Kuzatayotganlar biladi. Mana shunday D63 kachat qilishlari yaxshi, zo'r. 25 litr 1 minutda kachat qilyapti. Robbing mishalka bilan tanishmaslar uchun. Shunday mishalka mana. Unda hozir shu jasab qo'yganimdan bir yomg'irlarda qolib ketdi, kraska qilish kerak. Mana hammasini to'ka degan ha. Mana sistema. Ikki qop raston ishlaydi. To'kada. Shitovoy mayda отдельный bo'ladi shita. Shitovoy ichida. Kecha bo'yab qo'ydim, endi montaj qilaman. Keyin sinov bo'ladi. Shitovoy ulab turib, bugun juma muborak hammaga. Shu yotaver baloni ham teshilib qoldi bitasi, kamerani yangi qo'yib yuborish kerak. Rosa yotdi-da, 1 yilmi, 1,5 yil yotdi baribir. Mana juda baquvvat bo'lgan mana. Mana ham muftalar juda yaxshi o'tmagan. Shunday. Rodbin iqlim sovuqqa bo'ladi. 3 faza 220 ham qilib olishimiz mumkin buni o'zimizga. Agar 220 da ishlab chiqadigan bo'lsa. Hozir mayda защитный bo'ladi. Mana motor tepasi защитный bo'ladi. Bu yerda ham защитный bo'ladi. Rastvorlar motorga oqmasligi uchun. Sam bo'ladi. Bunga ishladim. Bunga ishladim переходникlarni zavodskoy reduktori qoldirib, unga переходник qilib reduktor qo'ydim. Zavodskoy shinakidan o'zi topib bo'lmaydi, shuning uchun D63 shinakka mosladim. Hali Rodbin apparatni shinaga hozir $80 atrofida shikili. Shu shinakdan tushiradi. O'rtacha bitta shinak bilan 1,5-2,000 kvadrat Rodbin, 2,000 kvadrat xumsuvoq qilsa kerak. Hali ishlaganda bilinadi qancha qilishini. Rahmat e'tiboringiz